Men uchun tuzatish kerak. Jigar seryoz kasallik bilan necha yildan beri davolanib kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Bizning bir akamiz, birodarimiz, bizning vatandoshimiz jigar serozi kasali bilan og'rimoqda. Hozirda ahvoli og'ir. Shifokorlar zudlik bilan Hindistonga yuborish kerak deyishyapti, ammo oilasining bunga qurbi yetmayapti. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Biz 10 kundan beri больницada yotyapmiz. O'g'lim jigar seryoz kasallik bilan necha yildan beri davolanib kelyapti. Shu yil boshqacha nima bo'ldi? Qoni shishib ketdi. Oyog'ida shishish bor. İmkoniyatimiz yo'q. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, bizga yordam beringlar. Mani bitta o'g'lim bor, 3 ta bolasi bor. Bu tuzalishi kerak. Men uchun tuzalishi kerak. Men bir nima bo'lsam, men ham o'laman. Doktorlar Hindistonga borish kerak deb nima qildi? Shunga pul kerak bizga. Agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, bizga yordam beringlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana 10 kundan beri shu meridian klinikasida og'riyapman. Jigar serozi yuz bosdi. Hindistonga yuborib, jigarni almashtirilishiga deyishyapti. Endi shu mablag' tomonidan imkoniyat yetmayapti. Shunga imkoniyat bo'lsa, yordam berishlaringiz bo'ladi. Ko'rinib turgan kattalar Shohro'z akamizning o'zining nomida. Iloji boricha yordam qo'lini cho'zing, duo qiling, yaqinlaringizga yetkazing.